Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sport kanaliga xush kelibsiz. Sport yangiliklari va jonli efirlarni kuzatib borishni istasangiz, Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola tavsif qismida. o'n 13-iyun kuni Toshkentdagi Humo Arenada bo'lib o'tadigan Octagon 87 turnirida qiziqarli janglardan biri tashkil etiladi. Unda o'zbekistonlik Jasurbek Tayson Jurayev va bloger sifatida tanilgan qozog'istonlik Islom Genjibay o'zaro to'qnash keladi. Ushbu jang professional MMA qoidalari asosida o'tkaziladi, ammo ko'plab muxlislar uni media jang sifatida ham baholashmoqda. Jasurbek Jurayev o'zbek MMA muxlislariga yaxshi tanish. U O'zbek Tayson laqabi bilan mashhur bo'lib, agressiv uslubi va tomoshabob janglari bilan e'tibor qozongan. Hozirda uning professional rekordi 4 g'alaba va 2 mag'lubiyatdan iborat. G'alabalarning 3tasi muddatidan oldin nokaut yoki texnik nokaut orqali qo'lga kiritilgan. Jasurbek so'nggi jangida Aymirza Bekimbetovni birinchi raundda texnik nokaut bilan mag'lub etib, yaxshi sport formasida ekanini ko'rsatdi. Undan avval ham Octagon turnirlarida bir nechta yorqin g'alabalarga erishgan. Uning raqibi Islom Genjibay haqida esa professional MMA olamida deyarli ma'lumot yo'q. U ko'proq ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati va blogerlik faoliyati orqali tanilgan. Shu sababli ko'pchilik uchun uning haqiqiy jangovar salohiyati katta sir bo'lib qolmoqda. Aynan shu sababli ushbu qarama-qarshilik muxlislarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bir tomonda professional tajribaga ega O'zbek Tayson, ikkinchi tomonda esa o'zini Octagonda sinab ko'rishga qaror qilgan mashhur bloger. Favorit masalasiga kelsak, ekspertlar va muxlislarning aksariyati Jasurbek Jurayevni aniq favorit sifatida ko'rmoqda. Sababi, u professional MMA tajribasiga ega va Octagon ligasida bir nechta janglarni o'tkazib ulgurgan. Sizningcha, Islom Genjibay sensatsiya qayd eta oladimi yoki O'zbek Tayson navbatdagi g'alabasini qo'lga kiritadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Sport kanaliga obuna bo'lishni unutmang.